Dunyodagi eng noodatiy tashqi ko'rinishga ega insonlar. Shridhar Chillal bir qo'lida eng uzun tirnoq o'stirgan inson. Hindistonlik Shridhar Chillal 66 yil davomida faqat chap qo'lidagi tirnoqlarni umuman olmagan. Uning chap qo'lidagi barcha tirnoqlarning umumiy uzunligi 9 metrdan oshgan. Bitta bosh barmog'ining o'zi 2 metrga yetgan. Bu o'ta noodatiy va sabr talab qiladigan ko'rinishga ega. Unga Guinness World Records kitobidan joy olib kelgan. U 2018-yilda tirnoqlarini kesib New Yorkdagi muzeyga topshirgan. Erin Honeycutt dunyodagi eng uzun soqol sohibasi. Aqshlik Erin Honeycutt ayollar orasida eng uzun soqolga ega bo'lish bo'yicha rekord o'rnatgan. Uning soqoli 30 cm ga yetadi. Erin gormonal o'zgarishlar sababli yuzida soch o'sishi tezlashganidan so'ng har kuni soqol olib yurishdan charchagan va 2020-yildan boshlab uni o'stirishga qaror qilgan. Natijada 2023-yilda Guinness World Records kitobiga kirgan. Asha Mandela dunyodagi eng uzun dred sohibasi. Uzunligi 19 metrdan oshadigan dred sochlari bilan Guinness rekordini o'rnatgan. Uning sochlarining vazni 19 kilogramdan ortiq bo'lib, u sochlarini yuvish va quritish uchun kunlab vaqt sarflaydi. Asha ko'chaga chiqqanda sochlarini maxsus matoga o'rab, matoni orqasiga osib yurishga majbur bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Dunyodagi eng dolzarb muhokamalarga sabab bo'layotgan yangiliklarni Toshkentliklar 24 kanalida kuzatib boring.